Zhang Fei Liu Bei'ninki neyz uchi. Neyz uchi degan nima? Ish hal qilib birdigan yeri degan gap. Nimish bunday deymiz? Masalan, Liu Bei mush rahimdillikni oldin qo'rin qo'ydi. Asosan kechirishni asos qildi bu. Boshqalar bilan ziddiyatlashib qilishni o'ylamaydi. Ammo shunda bo'lgan siri nurg'unlar buni bo'zaq qiladi. Ammo shundaq bo'zayib qolgan vaqtda yoki bo'lmasa qaytlab tillaydigan yoki urdigan yoki kelgan vaqtda Liu Bei qilishni o'ylaydi, lekin qilmaydi. Nimishqa? Buning bayrigandagi tutqa yo'li rahimdillik, kechirib o'tishni asos qilgan ekan. Ham dal mushundaq vaqtda Zhang Fei buningki ko'ngildikini tepib olgandaklar buning uchun buni antinab berdi. Masalan, Du You, ya'ni yuqoridan tushgan mush ma'lumot yetkazadigan bir kishi, ya'ni huquqi yo'q amaliyotda, lekin qo'lda ma'lumot bo'lganligi uchun Liu Bei'ni nihoyat qiyin ahvol qo'yib qo'ydi. Bo'z ketdi buni. Mushu vaqtda Zhang Fei oldiga chiqib buni qamchilab urdi. Demak, mushu Liu Bei'ninki qirg'izpa, ammo qilamagan ishini qilib qo'ydi. Uningdan keyin Liu Bu bilan bular tirkishib qolgan vaqtda Liu Bei'ni bo'z ketdi. Mushu vaqtda Liu Bei'ninki buni ajoyib tillig'isi bor amaliyotda, urg'usi bor. Ammo qilmaydi-da, chunki hamkorlikni bu qo'g'dimi solmaydi. Ammo mushu vaqtda Zhang Fei to'xtamay tillaydi buni. Tillab, urushimiz deb buni antinab berdi. Keyingi vaqtlarda Zhuge ba'zi bir uchurlarni, ba'zi bir taktikalarni Liu Bei'ga bildirmagan vaqtida, ya'ni nihoyat yushirin ish qildi, hech kimga demay. Yoki bo'lmasa ba'zi bir vaqtlarda Liu Bei'ning oldiga o'tib ketdi-da, pasibonni bak hurmatlamagandek bir holatlarni keltirib qo'ydi-da. Shundaq vaqtlarda Zhang Fei oldiga chiqib, Zhuge Liangni haqoratlab, degandek shu taktikalarni so'rab, nimish qilib bermaysa, deb bermamsa, aniq degan ma'ishni degandek qilib, demak Liu Bei'ninki ko'ngilda qilishni o'ylagan, ammo qilolmaydigan ishlarni qilib berdi bu. Demak, biz boy degandek Zhang Fei amaliyotda Liu Bei'ninki ajoyib muhim edi. Hozirgi jamiyatdan bor. Qaraydigan bo'lsak, sizning yoningizda ma'lum bir do'stlaringiz yoki urug' tuqqanlaringiz bo'lishi mumkin. Sizni boshqalar bo'zaq qilsa turolmaydigan, boshqalar bir narsa davasa unumaydigan, nimish qilib bir narsa davoldi deb sizni qo'g'daydigan, qalqon bo'ladigan ya bo'lmasa, sizga vakolatan gap qilib, gap to'yg'izib ya bo'lmasa, adabin berib, adablab qo'ydi. Demak, mushundaq do'stlaringiz bo'lib qolsa, bularni cho'qim qadrlang. Mushu do'stlaringiz sizningki qilinishni o'ylashayotgan, ammo qilinmayotgan ishlaringizni qilib berayotgan yaqin do'stlaringiz hisoblanadi. Agar uch podshohlikdagi mushunga o'xshash kishilik munosabat, do'stlik, odam bo'lish yo'llariga oid sistemlik darsni olmoqchi bo'lib qolsanglar, astidagi men tayyor so'zlab qo'ygan darslikni anglab olsanglar bo'ladi. Texim ko'p, sarxil mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, qo'shib belgisini besib, qo'shib olinglar. Agar do'stlarning ichida nutq o'rganish, so'zlash qobiliyati, nutq maharati, gap qilish maharatini o'rganishni o'ylashayotgan do'stlar bo'lib qolsa, ayrimxona uchur qilinglar, men o'rganish usullarini sizlarga ham baharlab beraman.